Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar. Bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan turk firmasining rasmiy ofisimiz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umraga qanday qayerdan boriladi, narx-navolari qanaqa bo'lyapti, hamda gastitsa sharoitlari qanaqa, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Hop, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastitsalarimiz 4 yulduzli gastitsalar, Madinada 250-300 metr oraliq masofa, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkada gastitsadan haramga bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, 10-12 minutlik yo'l, hamda avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Bemalol avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari Madinada gastitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Albatta, o'zbek oshpazlari tomonidan. Xo'p, undan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz videolariga esa Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib beramiz azizlar. Bularning barchasi 14 kunlik umra safarida sizlar bilan birga bo'ladigan malakali, tajribali elboshlarimiz hamrohligida bo'ladi azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari bizni firmamizdan boradigan bo'lsangiz, mana bunday sumka beriladi. Hamda mana bunday bejik beriladi. Bu bejikka mehmonxonamiz qayerda joylashganligi va nomerlar kiritilgan bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari kamzilcha beriladi har xil razmerlar. Bularning barchasi agarda siz Farg'ona aeroportidan borsangiz, Farg'ona aeroportida, agarda Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Mana bunday sertifikatlar, bu agarda siz buni uzoqdan kuzatib turgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling Telegram, WhatsApp orqali. Biz sizga mana bunday sertifikatlarni qilib, yoniga chiroyli guldastani qo'yib, ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, reyslarimizga keladigan bo'lsak, haftani har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor, haftani har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bu videomiz faqatgina o'zbekistonliklarga emas, Qirg'iziston, Tojikiston ham bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi azizlar. Bir kun oldin kelishadigan bo'lsa, bir kunlik gastitsani o'zimiz chiroyli qilib ta'minlab beramiz azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari hozirda Farg'ona Jidda yo'nalishli narximizni $1050 dan qilib qo'ydik. Toshkent va Jidda yo'nalishli narxlarini esa $1025 dan sizlar uchun qilib qo'ydik azizlar. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Bu aytib o'tganim paket standart paket bo'ladi. O'zining ichiga 20 tadan oshiq ziyorat va sayohatlarni kiritgan bo'ladi azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.